Juda ko'p avtomobillarda orqasida samotejniy balon aylanishi qiyinlashib bo'ladi. Buni sababini sizlarga ko'rsatib boshlaymiz. Birinchi o'rinda bu orqa kalotka bo'ladi, tormoz kalotka. Mana shu ruchnoyda immuniy ushlab beradigan narsasi. Ruchnoy tortganlarni bu keladi, orqaga qaytganda ham xuddi shunday qaytadi. Lekin bu avtomobilni ko'rasizlarmi? Ikkita qo'lda zo'rg'a ishlatyapman. Bu ruchnoy tortib qaytarganingizda oxirigacha qaytmaydi va orqada samotejniy qisib yurish bo'ladi. Yana boshqa sabablari ham bor. Ikkinchi sababi bu yerda tormoz bosganda rabochiy silindr bo'ladi, ikkita porsin bo'ladi. Tormoz bosganlaringda chiqadi, tormozni qaytarganlaringda orqaga qaytib bo'ladi. Mashinasi agar porsin yaxshi qatmay qolsa ham xuddi shunaqa samotejniy yuradi va ruchnoyni o'zi agar ruchnoy troslarni ancha muddat xizmat qilgan bo'lsa, ichlari zanglab ruchnoy tortib qaytarganlaringda 100% to'liq orqaga qaytmasligini sababidan xuddi shunaqa samotejniy yuradi. Shunchadan beri videomizni ko'rib borasiz. Sizlarga shuncha foydali kontent qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqib qoladi. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, Xudo xolasa, sizlarga manfaatli videolar olishda davom etamiz. Jonlar sog' bo'lsin, yuzdan tabassum tark etmasin. Ketgan 1 minut vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar.